Hello guys, siz bilan Camilverse va bugun siz bilan CapCut'da qanday shablon joylashni o'rganamiz. Undan avval menga obuna bo'lishni unutmang, chunki CapCut'dagi har qanday opachangiz sizga buni o'rgata olmaydi. Va 3 oy bo'libdiki, CapCut va Instada 1000 tadan oshganmiz, lekin hali YouTube'da emas. Qanday adolatsizlik bu? Va xudo xohlasa buni ham eplaymiz degan umiddaman. Va o'zimizni mavzuga qaytsak, 3 oy oldin CapCut'da arang video yasar edim va o'ylamagandim bunchalik obunachi yig'aman deb. Lekin boshida men bilmaganim uchun, hech kim menga yordam bermagani uchun bu juda ham qiyin bo'ldi. Lekin aslida siz o'ylaganchalik hammasi qiyin emas. Ayniqsa menga o'xshagan kimdir sizga yordam bersa, CapCut'da hamma kreator bo'la oladi, qachonki uning akkaunti 18 yoshdan katta bo'lsa. Unday bo'lmasa, yangi akkaunt kiriting va bu videoni qayta ko'rib, bemalol shablon yuklayvering. Unda boshladik. Birinchi bo'lib profilga kirasiz. U yerda Apply to be a creator degan bo'lim bor. O'sha yerni bosasiz. Bosganingizdan keyin sizda shunaqa oyna chiqib keladi va bu yerda Apply now tugmasini bosasiz. Buni bosganingizdan keyin sizda birlikda to'ldiradigan narsalar chiqib keladi. Ularni to'ldirasiz. Menda chiqmadi, chunki men ularni to'ldirib bo'lganman. Keyin edit bo'limiga kirib, o'zingizni videongizni tanlaysiz, uning ichiga kirasiz va export tugmasini bosasiz. Bu yerda Apply as a template ni bosasiz. Birinchi joyda turibdi mana shu. Va bemalol shablonni yuklaysiz. Sizga aytdim-ku, axir bunchalik qiyin bo'lmaydi deb. Va guys, kommentda video sifatini 1 dan 10 gacha baholab ketamiz. Sifati yomon chiqqan bo'lsa, soriylarim bo'lsin, lekin aktiv bo'lishni unutmang. Tamom.